xalq uchun foydali qo'l tatib beraman deb nishon kelishim hozir. Nice. Az pulga jiq gul biritgan bunda bir sharoit hozirlamoqchi. Oh my god. Sizlar do'stlar, mana shu to'nlar xayr bo'lsin. Bugun biz ya'ni 4-oyning 2-kuni esa shu 29 joyizaning keyingi joylashgan maxsus gul parniki. Men ustam o'zim yetishtirdi. Ichkirdim ochgan gullarni yerliklashtirib, bu postkam xalqiga va qog'liq yakin xalqiga sunum qilib ustam shu. Hamda atay men telefon qilib zopin tartib berish to'g'risida aloqalashibdi. Men yana xalq uchun foydali qo'l tatib beraman deb nishon kelishim hozir. O'z oldiga bir faoliyat ulashibdi bular. Nimani faoliyat qilmoqchi, qanday gulni faoliyat qiladi, qanchalik bahada qiladi, nechta qiladi, qanday gulni birdi degandek ishlar tafsilotlarini xo'jayinning o'zidan so'rayman hozir. Men ichimdan qanday gullar bor, bu yangilik gullarni uyda bir qishki maskalamda sirtdimi, yo qish kunligimda talabisi bo'lamdi, ko'mashki bo'lamdi, yerga teyish bo'lamdi, qatorliq hamma ishlarni sizlarni xabardor qilaman. Unda bo'lsa, shu gul og'iz bor qarindoshlar, shu zopini sir etmay davomli ko'rib keyingi zo'pilarimizga diqqat qilsanglar, balkim arzon bahoda o'yinlarga yarashimli gullarni ilolashingiz mumkin. Oldimizda yetib kelish oldi turgan bayram tabriklash uchun bu xo'jayin jinida gulni faoliyat qilmoqchi hozir. Ma'lum ishkirdan chiqqan gulkan, shu yiz bozorda gul sotganlar mishada hozir motorlar gul bisitibdi. Lekin shu xo'jayin deydilarki, shu gulni men xaridorlarga arzon bahoda oz pulga jiq gul biritgan bunda bir sharoit hozirlamoqchi deydi. Shunda bo'lsa, zo'pining davomiga cho'qim diqqat qilinglar. Bana kelsen yasanmay kelgin, çıraylık sen yasansan mı? Bana kelsen yasanmay kelgin, çıraylık sen yasansan mı? Altın değmen zılva boyun altın zincir asalmısam mı? Altın değmen zılva boyun altın zincir asalmısam mı? Bana kelsen tara